Jigarlar, videoga like bosmasdan iloji yo'q. Nima uchun deganda, jigarlar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda yurgan vatandoshlarimizga juda bir qulay variant ishlari chiqaryapmiz. Sankt-Peterburg shahrida jigarlar, patentga kelasiz, pul beradi, yordam beradi. Patent to'lovlari tekin, registratsiya tekin, yotoq joy tekin, pitaniya zavodni ichida nima yeyman desangiz tekin, трудовой договор tekin jigarlar. Bitta laykni bosib, videoni keng tarqating. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar va barcha bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, ishlar bilan charchashlar yo'qmi? Akalar, opalar, bugun Xudo xohlasa yana yangi ishimizni chiqaryapmiz. Sankt-Peterburg shahrida yurgan vatandoshlarimiz uchun va yana O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelaman degan vatandoshlarimiz uchun jigarlar ishni chiqaramiz. Jicha bo'lsa ham, shtobi musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizga yordamimiz tegsin deb. Bugun Xudo xohlasa ishimiz chiqamiz Xleb zavodida. Ish chiqaramiz Xleb zavodida, Sankt-Peterburg shahridan metro Chernishevskada. Metro Chernishevskada bo'ladi. Jigarlar, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'izistondan kelaman degan vatandoshlarimiz uchun jigarlar, juda bir qulay varianti borki, jigarlar, siz bilet oldinglaringizmi? Bilet rasmini tashlaysizlar WhatsAppga, sizlarni aeroportdan kutib oladi, olib borib gostinisaga joylaydi jigarlar. Patentga pul yordam beradi. Patentni to'lovlari har oy cheklari tekin, registratsiya tekin, yotoq joy tekin, pitaniya o'sha zavodni ichida nima yeyman desalaringiz, pitaniyasi zavodni ichida hamma narsasi tekin, трудовой договор tekin va 2500 rubl smenasiga to'lanadi jigarlar. Yoshiga kelib aytadigan bo'lsak jigarlar, 18 yoshdan to 50 yoshgacha oladi jigarlar. 55 yosh ham bo'lsa bo'ladi jigarlar, oladi. Chunki har bir odam o'zini sog'ligiga o'zi tushunishi kerak. Agar o'sha ishda ishlay olaman desa, bemalol pastdagi nomerlar o'zimizda o'zbek opa bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqasizlar jigarlar. Va O'zbekiston nomerini ham qo'yaman. WhatsApp nomerlari bor. Bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin jigarlar. Jigarlar, sizlardan yana bir narsani iltimos qilaman. Mana shu videoni maksimal darajada tarqatingizlar. Чтобы kimdir vatandan kelmoqchi, qayerga boraman, qayerda ish topsam deb yurgan vatandoshlarimizga yetib borishga o'z hissalaringizni qo'shingizlar. Jonlaringiz omon bo'lsin, qayerda bo'lsangiz ham Allohga omonat jigarlar. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqib, bemalol borib ishlashlaringiz mumkin.